alaykum akalar ukalar, opa singillar, dada ishqibozlari. Sizlarga bir video rolik qilib qo'yay dedim, yo'lda ketib turib. Dadaga qiziquvchilar bo'lsa, qanaqa bu degan ularni qiziqtirgan savollar bo'lsa, hozir asosiy yoqilg'i to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Mana dalli yo'lga Nissan motorli 1.6 variator korobkali Lada Vesta Cross mashinamizda hozir Loka tumanidan ketib turibmiz. Hozir bu mashinani biz YouTube kanaliga qo'ygandan keyin bizga Rossiyadan aloqaga chiqishdi. Qarshilik ukamimiz, Qarshi Chiroqchi tumanidan. Bu kishi bilan hozir kelishdik. Pulni ma'lum qismini tushirib berdilar va hozir buni dastavka qilib berishni aytgandilar. Hozir biz hujjatlarni rasmiylashtirib, Qarshi tumaniga yo'l olib, yo'lda ketib turib, buni yoqilg'i xarajatini ko'rsatib qo'yay dedim. Qiziquvchilar bo'lsa, mana to'ri 7 5 litr emas. 5 litr bo'lganda ham tek olib qoladi hozir. 5 litr ham xarajat qilmay turibdi. Radar 70 da 600 metr. Orqa tomondan radar. Shunaqa har xil savollar, qiziqarli mavzularda xabar bo'lishni xohlasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yib, obuna bo'lishni unutmang. Mirlar kanalida joy yangilanglar. 70